Uyg'ur davlatchilik falsafasida doktorligingizni qildingiz. Buni nima o'tirib qo'ydingiz? Bu nima degan gap? Bu haqda biroz bo'ldi. Anglaymiz. Bu albatta mening uzun yillik tadqiqotim. Ham bu tadqiqotninki oxirida qilib qolgan bir qism masala bordi. Ya'ni doktorlik unvon olib bo'lgandan keyin men o'tganda bir qancha media degandek haqiqiy ma'nodagi o'rganish tadqiqot doktorlikni olib bo'lgandan keyin debchi. Bu doktorlik o'rganishning oxirgi pallasi emas. Albatta. Balkim boshlanish noqtasi balkim 0 noqta bo'lishi mumkin. Shu chog'da ondan aslida men mundaq bir yashab ekanman. Ya'ni Aflatonning davlat degan kitobida bor. Har bir inson bir qarang'i o'yin ko'rgan ishidagi holatda. Agar o'yin ko'rdan chiqib, shu quyoshni ko'rgan chog'da, u quyoshning o jamolini ko'rgan chog'da, u aqli lolliqning o'zi xuddi yo'q deb qo'yishi mumkin-da. Men qarag'anda falsafa doktorlik ilishning ma'nosi shu qarang'i o'yin ko'rlikdan chiqib, shu yo'riq bir quyoshning jamolini ko'rishga o'xshash bo'lishi mumkin. Men o'zimni shunday deb bilaman, ham o'zimni 0 nuqta deb bilaman. Xo'sh. Hamda tema qaytsak, davlatchilik temasi abi degandek Uyg'urlar yo'qitib qo'ygan bir anguşlar. Ama cazmen qo'lga keltirmesi bo'lmaydigan bir anguşlar. Chunki bu bo'lmasa biz bulamaymiz. Shuning uchun bu temaga biz 10 yillab, 15 yillab hayotimiz bo'yicha murojaat qildik va bundan keyin ham shu temada cho'nqurlaymiz, jamoatga taqdirishimiz. Endi mening maqolamningki temasi bu bo'lgan tufaylidan aslidagi klassik adabiyotimizni o'ziga qaytay. Endi Uyg'ur adabiyotida klassik asarimiz ichida davlatchilik temasi yozilgan bir qancha asar bor ekanda. Buning ichida endi vaqt so'zlab ketib qolishi mumkin, shunga qisqalashtiray. Yusuf Hasajevning kitobi amaliyotda bu davlatchilik kitobi. Davlat boshqarishning obdal qo'llanma sifatida bu kitob nalarga bo'lsa, shu yana olimlar va hokimlar tomonidan turli nom bilan oldilar. Chinliqlar adabil mulk, mo'chilliklar yana aynul mamlaka, yana İranlıklar Şahnama'yı Türk deb atadılar deb. Nima bunda qataydi? Sababi nima? Yani bu adetki bir insonlikning kitobi emas. Balki bu davlat boshqarishning. Yani addiyroq aytgan vaqtda davlatchilikning kitobi da bu. Kitobning birinchi so'zi bayat, Xudo. Allah da. Qadim Uyg'ur tilida Allah va Xudoni bayat deb aytadi. Bu Yusuf Hasajev ayni davrda shu qadar zil yozganda bu kitobni. Yani bir İslam mutafakkiri bu nisbati bilan Bismillahirrahmanirrahim deb boshlaydi-yu, ammo beytning birinchisi shu sap Uyg'urcha bo'lgan. Qadim Uyg'ur tilidagi yoki Urxun Yensay yodigan til bo'lgan. Yani sap nafis bo'lgan Turkiy Uyg'ur tili bo'lgan shu bayat ishlatganda. Bizning bayat muqamimiz bor. Aytamanki Uyg'urlar uchun aytgan vaqtda bu asar davlatchilik ma'nosida yoki etiklik ma'nosida shu qadar muhim bir asar. Yani bizning tilimizni, bizning qimmat qarashlarimizni, etikimizni, bizning ruhiyatimizni bu qadar saqlab qoladigan asar sanab deb qolsa, uning birinchisiga balkim Yusuf Hasajevni tizish kerak. Albatta Mahmud Qashqarining va Navoiyning va o'z davridagi Idiqut qandaligida o'tgan Kiki, Qalim Kayshi, Mazuchang va mush qatorliq nurg'ulg'an Saydullo degandek nurg'ulg'an Idiqut xondaligida shu ayni vaqtda Idiqut tilida yozgan, Uyg'ur tilida yozgan nurg'un bizning mutafakkirimiz bor. Buning ichida albatta danglik tarjimashunos bo'lgan Tash Artun, Tash Atunga deymiz-ku. Ondan boshqa Sinqusali Tutun, Aprinchur Tekin degandek bu shaxslar ham bu Idiqut davlatidagi bu sohada yetishgan bizning ijtimoiy va folklor sohasidagi bizning yetuklarimiz. Bu albatta nihoyat muhim. Qaraxonlar xonadonligidagi Yusuf Hasajevning kitobi qanday muhim bo'lgan bo'lsa, Idiqut davlatidagi avlodning asarlari shu qadar muhim. Bu ikkisini birlashtirsak, andagi Uyg'urninki davlatchilik ondan chiqadi. Ham buning hammasi bir temaga yig'ib bo'lmaydi. Shunga Yusuf Hasajevning asarininki ichidagi davlatchilik va bu uningki tubki alohidaligi nada? Bu nereden kelgan? Yoki bizningki ideyimizning qanchalik qismi Uyg'urga mansub, qanchalik qismi sirtdan kelgan. Yani o'zimizga tabiiy bo'lgan elementlar bilan sirtdan kelgan elementlarni bu asarda nihoyat yaxshi yig'inchoqlayolganda. Ya'ni endi uçkar vaqtda bu sohadagi mutaxassislarning o'rtaq qarashi Yusuf Hasajevningki asarininki davlatchilikning tubki markazida Aristotelcha yoki Aflatuncha bir xil haqqoniyat, aqlilik, qonun bilan davlat boshqarish yodidaydi. Ya'ni qonun orqali davlat boshqarish, ya'ni shohmu jazman o'zining shu qonuniga bo'ysunish kerak.
bak aniq bir misol bor. Xitoylarninki qarasak, bu Xitoylar Qur'on davlatning hammasida bu shoh deganlari qonunning sirtida. Ammo Uyg'urninki davlatchiligida shohmi ham, shohning oila tavotlari ham shu qonunning ostida. Ya'ni barliq inson jazman davlatning tuzgan shu qonuniga shartsiz rioya qilish kerak. Yani qonun bilan davlat boshqarish degan nuqtada 11-asrda jahon tarixida yozilgan balkim tunji asar bo'lishi kerak. Bu menda qaragan vaqtda mayli g'arbda bo'lsin, mayli sharqda bo'lsin, bu qadar katta asar yo'q. Aniq aytish kerak. Ondan boshqa buning markazida yana odam bolasining qimmati bilim va aqldan ekanligida haqida so'zlaydi. Ya'ni insonning qimmati bir yere bilim bilen akıl senin kıymetinde neydi? Bu qarash bilen yani devlet siyasi qarash bilen bu etik qarash birleşip bu eserini nihayet yukarı bir pelliğe yaratalıgan. Hem de bu eserininki hem de devletçilik ma'nosidagi yana bir muhim utuqi mayli Aflatun bo'lsin, mayli Aristotel bo'lsin ve onun keyingi turli şu siyaset felsefe sohasidagi mutaxassislarninki demoqchi bo'lgan nihayet nurg'un yani ilk vaqtda Jean-Jacques Rousseau'nun ictimai ahdi deymiz. İctimai to'xtam deb tarjima qilish mumkin balkim. Buningki ictimai kelishimlar, ictimai to'xtamlar, sulhiyle orqali davlatni boshqarish. Buni ham ictimai sohaninki muhim bir o'lchimi qilish. Degan ma'noda Yusuf Xasajib ictimai ahdining ham sahibi deb deyish mumkin. Demak, keyingi mezgilda naytın nurg'unlagan falsafalarninki, ya'ni qonun bilan davlat boshqarish, shundoqla etik orqali jamiyatni kontrol qilish. Shundoqla bu davlatni jazman ya'ni tabiat qonuni, ya'ni olam qonuniyatlari bilan birlashtirish degan ma'noda balkim butun falsafa tarixida favqulodda o'rin egallagan ham sistemlik nihayetli ustalık bilen mükemmel şekilde vahiy ifadeleyen en katta felsefi eser deb qarash mümkün. Bu şekilde biz Uyg'urning davlatchilik felsefesini asasen mana şu İdikut yoki Qaraxoniylarning felsefesiniki davlatni qonun bilan boshqarish. Odam bilan emas. Davlatni etikli prinsiplar, axloqiy prinsiplar, ya'ni chinlik, yaxshilik, güzellik prensiplerine asasen boshqarish. İnsanın mahiyetini şu 3 noktada, devletning mahiyetinden şu 3 noktada yayınlanıp bu orqali devletni boshqarsa, bu devlet uzunluğu bardı deb qaragan ve kriz saldiki Qaraxonlar xandonligi Yusuf Xasajibning şu kitabı orqali, yani Yusuf Xasajib o'zining kitabını Bo'g'ri Qaraxon Abu Ali Hasan bin Ustamga taqdim qilgan. Hamda bu kishi bu kitobni olgandan keyin devletni muşunu ona başqargan ve Qaraxonlar xalqi onundan keyin 100 yillab hukmronlik qilgan. Yani şu kadar kriz ichidagi Qaraxonlar xandonligi mushu asarning xosiyati bilan 100 yillab hukm sürelganda. Ondan keyin aytish kerakki, bu asarning nusxalari Osman Türk imperiyasiga kelgan deb aytiladi. Ve Türklar qurgan, ya Uyg'urlar qurgan 16 dan ortiq davlatninki nurg'unlarda Muşu İdikut ya Qaraxonlar xandonligiga tabi bo'lgan Uyg'urlar felsefesi bağan deydi. Bunun içindeki Qut adlı bilik Uyg'urlarninki yoki Türkiye milletlerinin aqliy javhiri, davlatchilik felsefesinin javhiri sifatida Osman Türk imperiyasi kelganda men qaysi kuni Osman Türk imperiyasining shohlari turadigan ana shu Xon saroyiga kirib bir kun nihoyatda astoydil ziyorat qildim. Hayacanlandım. Ummayqa vaqtda belkim Osman Türk imperiyasininki bu kadar uzun hüküm sürüşüde, bu kadar humanitarlık bilen jahon so'rashida men kesib aytamanki Yusuf Xasajibning kitabının ta'siri bor. Bu tadqiqotlar albatta bu yerda bir so'zlab o'tirsak vaqtcha ketadi. Ya'ni Osman Türk imperiyasi bo'lsin, undan keyingi Chingiz imperiyasining ham bu asarning ta'siri kuchliroqligi ma'lum. Yani Çingiz Xonning imperiyasi ham keyingi davrlarda Çingiz Xonning Qutlubegi degan mesela bir eser bo'lganligi ma'lumda. Demak, Çingiz Xon ham va undan keyin uning varislari ham bu asarninki davlat boshqarish sistemasidan nəhayət çox mənfəət olganligi aniq. Bu ma'noda qaragan vaqtimizda biz o'zimizning mush yetuk mutafakkirimiz, yetuk davlat ustozimiz Yusuf Xasajibni faxrlanishga va ham mushuninki prinsiplarini asos qilib
keyingi bizni qurmoqchi bo'lgan davlatimizning sistemasi, ya'ni Uyg'urga yarashadigan, faqat va Uyg'urga xos bo'lgan Uyg'urcha variantni yaratishimiz uchun balkim nihoyatda muhim bir o'l asos bo'lishi kerak deb qarayman. Albatta bu Uyg'ur davlatchiligi haqida yozilgan bu tema nihoyat keng va cho'nqur tema. Albatta buningki bilish nazariyasi sistemasi bor. Bu inson qismida, insonning nimaligi haqida, insonning qanday mavjudot haqida qismi. Bu umuman Yusuf Qasasovning kitobida aqliylikni, etikalik bo'lishini birinchi o'rin qo'ydi. Ondan boshqa bu davlat qonuni bilan tabiat qonunini bu garmonikalda birlashtirib, barliq insonlar jazman mushu qonun ustida, ya'ni qonun asosida bo'lishi kerak. Faqat mushunda bu vaqtda bu davlat gulini deb qaraydi. Hamda bu Yusuf Qasasovning kitobininki asosi ekan. Hamda buni men hamda Ediqut xonadonligininki va balkim Farabiyning va Farabiyga zamondosh nurg'unlagan islom mutafakkirlarininki ideyalarini parallel holda kirgizib, ham ilg'aq vaqtda ham Yaponiyada bo'lgandan keyin bu Grek falsafasiga taqash to'g'ri keladi. Ya'ni Aristotel va Aflatonning ta'siri qanchalik bu asarda. Buni ham maqolamda eslatib o'tdim. Ya'ni Aflatonning davlat degan kitobidagi ana shu faylasuf podshoh davlat boshlig'i bo'lish degan ochiq sistemamizning ham ma'lum bir elementlari bu asarda uchraydi. Ya'ni Yusuf Qasasovning kitobidagi podshoh kun tug'di, nihoyat haybat o'ltirdi. O'ng qo'lida hasal, so'l qo'lida zahar degandek bu chiroy intan turgun, qapoq turk bir holatda shoh ko'z oldimizga ko'rindi. Nihoyat keskin. Ya'ni bu keskin bu qonunning oldida, adliyaning oldida bu shoh yo'q, gaday yo'q, urug' tuqqan yo'q, yat yo'q. Bu barliq insonlar bu shohning oldida, bu shohning qonunining oldida barobar. Mushundaq davlat, mushundaq shoh bo'lgan vaqtda andin davlat bo'ladi, millat bo'ladi deb qaralgan. Buni biz endi maqolamizda Uyg'urning davlatchiligininki yadroliq qismini deb tushundirdik. Tamam. Haqiqatan deganimizdek insoniyatga u kitobni o'qigan o qurlardagi so'zlardan odam hayron qolmaydi shu normalda. Ta 11-asr bugun masalan butun davlatlardagi protokolda butun siyosatchilarning, davlat odamlarininki qanday kiyim kiyishidan tortib, paypog'ini qanday kiyishdan tortib degan hammasini protokollashtirib o'tganmiz. Bu davrda bugungi taraqqiy topgan bir asrda yashayotgan bir inson ta shu davrga qaytib, u qurlarni qaraganda hattoki bir elchi avatsang, u elchining sifati qanday bo'lishidan tortib tilg'aninganda ham deydi. Odam ya mushunda bir millatning, ya'ni bizning yiltizimiz bu shaklda, bu darajada cho'nqur bo'lgan, bunchalik madaniyatlik biz ta'sir ko'rsatgan doiramiz shunchalik har sohada shunchalik cho'nqur turib, bugun bu nejislarninki quldi qilishiga inson echilmay qolmaydi. Inshaalloh bu yiltizi bundaq bo'lgan bir millat cho'qim yana o'zimizning asliga qaytishga haqlimiz qaytimiz deb qaraymiz inshaalloh. Shuning uchun tirishimiz.